Barchalarimizga Allohning rahmati bo'lsin. Biz shunday buyuk kunlarda turibmizki, bu kunlar sanoqli oz kunlar bo'lsa ham, barakasi, ajri savobi, yaxshiliklari cheksizdir. Allohga beadad hamd sanolar bo'lsin. Alloh taolo bizlarga islom ne'matini nasib qildi. Alloh bizlarni hidoyat qilmaganida biz o'zimiz hidoyat yo'lini topa olmagan bo'lar edik. Bunday buyuk ne'mat biz musulmonlardan boshqa yer yuzidagi birortasida yo'q. Qilayotgan ibodatlarimiz bilan Allohga bog'lanamiz va cheksiz ajr savoblarga erishamiz. Namozda qalbimiz ham, tilimiz ham va barcha a'zolarimiz Allohning toat ibodatida bo'ladi. Ibodatlarimizda Alloh buyurgan ishlarni bajaramiz va man qilgan ishlardan tiyilamiz. Ro'zada yeb-ichishdan va nikohdan uzoq bo'lamiz. Bu ibodatlarimiz bilan oxiratda cheksiz ajr savobga erishish bilan birga dunyoda ham sog'lik, salomatlik kabi ko'p manfaat topamiz. Bu kunlarda bir-biridan go'zal ko'plab ibodatlarni bajaryapmiz. Qur'on tilovat qilish, Qur'on ma'nolarini aqlimiz bilan tafakkur qilyapmiz va bu ma'nolarni qalbimizga joylayapmiz. Tilimiz ham, aqlimiz ham, qalbimiz ham ibodatda. Va xuddi shunday Allohni ko'p zikr qilyapmiz. Namozimizda Allohga xorlanib, zorlanib, peshonamizni sajdaga qo'yapmiz. Alloh roziligi uchun molimizdan sadaqa ehsonlar qilyapmiz. Albatta buning savobini Alloh taolo bir necha barobar qilib qaytaradi. O'zimiz odatlangan ishlarni to'xtatib e'tikof o'tiryapmiz. Ramazonda bir qancha buyuk ibodatlar ham jam bo'ladi. Tavhid, ixlos, har vaqt Allohga yuzlanib duo qilish. Ko'p namoz o'qish. Albatta Ramazonda tarovih va boshqa ko'p nafil namozlar o'qiladi. Zakot berish. Ko'pchilik musulmonlar zakotni Ramazonda beradilar. Albatta ro'za tutish. Ramazonda haj ibodati bajarilmaydi. Lekin ko'pchilik musulmonlar kichik haj, umrani Ramazonda bajaradilar. Ramazonda umra qilish payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga haj qilishga tengdir. Allohning dini qanchalik buyuk. Allohning dini islomda bo'lishimiz bizlar uchun cheksiz sharaf va buyuk faxrdir. Alloh taolo aytadi: "Bu Qur'on siz va sizning qavmingiz uchun sharafdir." Bir qancha mufassirlar qavmdan maqsad Rasulullohning ummatlari deb aytishgan. Qur'on biz uchun sharaf. Albatta Ramazonda ko'p vaqtimizni Qur'on bilan o'tkazamiz. Ramazonda Jabroil alayhisalom Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelardilar va Qur'onni birga takrorlashar edi. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda Alloh taolo har kecha ko'plab mu'min musulmonlarning duo ibodatlarini ijobat qiladi va ularning jasadlarini do'zaxga harom qiladi. Va har bir musulmonning har kecha va har kun ijobat bo'ladigan duosi bor. Alloh taolo bizning badallarimizni ham do'zaxga harom qilsin va duolarimizni ijobat qilsin. Albatta ro'zadorning iftorgacha bo'lgan duosi ijobat. Qunutda ham duo qilinadi va saharlarda istig'for aytiladi. Bu qanday buyuk fazilat. Ramazonda ko'plab sadaqotlar qilinadi. Ro'zadorlarga taom tarqatiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Ramazondagi saxovatlarini vasflashga til ojiz. Ramazon boshidan oxirigacha solih amallarga to'la. Hatto saharlik qilishimizda ham katta ajr, savob va baraka bor. Bu buyuk ne'matlarni bizga nasib qilgan Allohga behisob hamd sanolar bo'lsin. Bugun 26-kecha. Albatta bu kecha Ramazonning oxirgi 10 kun kechalaridan biri. Bu kecha tog' kechalaridan emas, balki juft kechalardan. Lekin bu kechani juft kecha bo'lishi Ramazonni boshlanishiga nisbatan, shuningdek Ramazon 29-kun bo'lib tugasa, Ramazonni tugashiga nisbatan ham 24-26-kechalar juft kecha bo'lib qolaveradi. Lekin bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Qadr kechasini qaysi tunlarda izlash kerakligi haqida borida bo'lgan ba'zi hadislarda Ramazondan 7 kun qolganida, 5 kun qolganda, 3 kun qolganda Qadr kechasini kutinglar deb aytilgan. Agar Ramazon 30 kun bo'lib tugasa, Ramazondan 7 kun qolgan kecha 24, 5 kun qolgan kecha 26, 3 kun qolgan kecha 28-kechalar bo'ladi.
va Qadr kechasi shu kechalarda bo'lishi umid qilinadi. Shuning uchun 26 va 28 kechalarni juft kechalar ekan deb ibodatlarga e'tiborsiz bo'lmasligi kerak. Alloh taolo barchalarimizdan ibodatlarimizni qabul qilsin va o'zining roziligiga muvaffaq qilsin.